Salom qizlarjonlar. Bugungi videoda ishlamoqchi bo'lgan qizlarimiz uchun nimalar zarur, shuni gaplashamiz. Birinchi o'rinda bizga stol va ikkita stul, mijozimiz va masterimiz uchun stul, demak, apparat. Bu menda 210 strong originalini olishni tavsiya qilaman, chunki agar klient bilan ishlaydigan bo'lsangiz, siz ko'p ishlashingiz kerak, sizga uzoq vaqtga yetish kerak. 5 yildan beri ishlataman, buziladi, tuzataman. Yaxshi, meni yordamchim bu. Keyingisi lampa. Laklarimizni quritishimiz uchun menda ikki tomonga qo'yilgan, klientlarga qulay bo'lishi uchun. Qo'limiz uchun podstavka, klient mijozimiz uchun podstavka qo'yilgan. Bu kerakli narsa yoki past podushechkalar bo'ladi, shunaqalar qo'ysanglar bo'ladi, oyoqsiz pastrog'i. Lekin eng qulayi shunaqa oyog'i balandroq, sizga qulay bo'lishi uchun ishlash sal balandroq bo'lishi kerak. Pilisos kerak bizga. Menda o'rnatilgan stolimga pilisos, lekin buni o'rnatilmaydiganlari ham bo'ladi. Tepaga o'zi shunday qo'yasiz, shnuri bor, suqasiz, ishlaydi. Qancha mощность yaxshi bo'lsa, shuncha yaxshi. Chunki sog'lig'ingizni o'ylang. Qancha ko'p changni tortsiz, shuncha kam sizga keladi. Endi manikyurga o'tamiz. Manikyurda har doim sterilizatsiya haqida gapirmayman, chunki bunga alohida video qilish kerak, uzoq masala. Shuning uchun уже tayyor sterilizatsiya bo'lgandan keyin, dezinfeksiya qilingandan keyin hamma instrumentlaringiz ana undan keyin ishlatasiz. Kusachka, demak, 3 ta friza. Menda birinchisi eski lakni yechadigan, ikkinchisi kutikulani ko'taradigan, uchinchisi mana bunaqa shlifovka. 3 xil frizadan ishlataman. Undan keyin kutikulani kesish uchun kusachka. Ana u hammasi kesilgandan keyin yoki spirt yoki yog'sizlantiruvchi suyuqlik kerak bo'ladi bizga va salfetka, bezvorsovoy salfetka. Menda pompaga qo'yilgan tayyor, qulay. Artdik, manikyur qildik, tozalab artdik spirt bilan yoki yog'sizlantiruvchi suyuqlik bilan. Demak, undan keyin o'sha degidrator bilan foydalanamiz. Degidrator ham yog'sizlantirib, quritib beradi tirnog'imizni. Undan keyin elastichniy baza surtamiz. Elastichniy baza har doim birinchi o'rinda tirnoqni ustiga surtiladigan narsa. Agar gel bilan mustahkamlamoqchi bo'lsangiz, gel ishlatasiz. Agar yo'q desangiz, bazani o'zi bilan выравнивание qilinadi-da, xohlagan rangidan foydalanadi. Klientimiz tanlashi uchun palitraga hamma ranglaringizni qo'yasiz, klient tanlaydi xohlagan rangini. Ana undan keyin sizga birinchi o'rinda kerak bo'ladigan qora, oq, qizil va o'sha qolganlarini xohishingizga qarab sotib olsangiz bo'ladi. Lakni qo'ydik va to'p bilan yopamiz. Pilka, одноразовый pilka bo'ladi. Bir martalik расходный material pilka, apelsinovая palochka. Bular har doim bo'lishi kerak sizda, chunki bir martaga bu pilkalar bir marta ishlatiladigan. Chunki ko'p marta ishlatsangiz o'tmaslashib, qiyin pilkalaydigan bo'lib qoladi. Shuning uchun u gigiyenически ham to'g'ri kelmaydi. Bir marta arzon pilka, bir marta ishlatasiz, bir marta tashlaysiz. Palochka ham xuddi shunday. Bir marta ishlatdingiz, bir marta tashladingiz. Ikkinchi klientga ishlatish tavsiya qilinmaydi. Shotochkalar, changlarni ketkizish uchun menda mana bunaqa shotka bor, bunaqasi. Bu shotkalarni ko'proq pedikyurga ishlataman, chunki bular bir martalik. Buni ham dezinfeksiya qilib ishlatadi ko'pchilik, lekin bilmadim kim qanaqa. Bu bir martalik hisoblanadi. Bu qattiqroq shotka, bu yumshoqroq. Bunisini agarda klientingizni kusachka bilan kesib qonatib qo'ymagan bo'lsangiz, bu shotka bilan ishlatsangiz bo'laveradi. Lekin tezda buni ikkita qilib qo'yib, iloji boricha har ikkita klientdan keyin yuvib, tozalab, quritib, ikkinchisini poka ishlatib tursangiz bo'ladi. Klientingizga приятно qilish uchun krem, protseduradan keyin krem har doim klientlarga yoqadi, chivilar qoldirishi mumkin. Hozircha klient qilishingiz uchun mana shu narsalar yetadi. Lampochkamiz esimizdan chiqibdi, lampani esdan chiqarmanglar, bu eng zarur narsalardan biri. Endi u zarur narsalar, bu hammasi zarur narsalar. Bundan tashqari kerakli bo'lgan narsalarni o'zingizlarning xohishingizlarga qarab olsanglar bo'ladi.
lekin dizayn uchun kerak bo'ladigan har xil blyoskalar, qanaqadir toshlar, strazalar, u narsalar birinchi o'rinli narsalar emas. Iloji boricha ularni boshida olmay turinglar, pul sarf qilmay turinglar, chunki 10 ta klientdan rosa bo'lsa bitta yoki ikkita odam u narsalarni xohlaydi. Siz birinchi bazaviy hamma narsani olingda, rangingizga eng kerakli bo'ladigan ranglar, yaxshi kачественный materiallar, ko'chib ketmasligi uchun yoki bo'lmasam qanaqadir klientni ojog, har xil ojoglar qilib qo'ymasligingiz uchun kачественный materiallar oling avval. Sal qimmatroq bo'lsa ham zo'rlardan olsangiz, sog'lom tirnoqqa keyin dalish xohlagan narsangizni qilsangiz bo'laveradi. U keyin odamlar tanloviga qarab qanaqadir dizayn uchun bir narsalar olsanglar bo'ladi. Lekin men tavsiya qilaman, misol uchun menda qanaqadir effektli gel laklar kam, ranglar, mana menda iloji boricha hammasini однотонный olaman. Har xil однотонный ranglar mana bunaqa har xil effektli to'plar olaman. Mana ustiga xohlagan rangingizni ustiga har qanaqadir effekt qo'shsangiz bo'ladi. Srazu mana bu yerda 10 ta lakim bo'lsa, bu yerda 10 baravar rangim ko'payganga o'xshaydi. Chunki har bittasi bilan boshqacha effektda chiqadi ranglar. Bugunga shu gaplarimiz yetarli deb o'ylayman. Bu ishlaydigan qizlarimiz uchun, agarda uy sharoitida o'zimga qilishni xohlayman deydigan qizlar uchun yana alohida video, iloji boricha apparatsiz, klassический usulda video chiqarib beraman. Sog' bo'linglar.